Bo'pti, tez gapiraman, tushunib, tez gapiraman, baki. Tez ular o'zbekcha. Menga hozir yutib olmasa biz ham ketaveramiz, ertaga beramiz xato uni. Ya bunday desa biz ko'tib kirib olamiz, bular go'shiga ko'tmasmiz-ku. Endi gapirib qaytib ko'tib qilishimizga to'g'ri kelib qolyapti. Ya endi ko'tib qilishimizga to'g'ri kelib qolsa ham biz ko'tib qilmaymiz-ku. Iloji bo'lmasa nima qilamiz? Iloji yo'q. Shunaqa iloji bo'lmasa biz olib o'tiramizda bular. Boshqa ilojimiz yo'q, endi oxirgi o'yindan qahramon bo'lamaydi. Ya o'yinda o'ynagan odam qahramon bo'lolmasligini bilaman, lekin baribir yutqazib qo'yishingiz ham mumkin-da. Sen tomonga bir odam kelib qoladi, yutib qolamiz. Ya, odam kelib qolishi mumkin, lekin Qora Marvarid yoki Feruza Avazov yoki Sulton akam yoki Merdan akam yoki King 511 kelib qolmasa, kuchi yetmaydi Botirga hech qachon. Botir kiyindi qo'rqadi bular. Men qara tavakkal Xudoga qanday o'tsa, oson. Tavakkal qilib ko'rishlar, bir odam kelib qolishi mumkin. Senga bo'lmasa esa ertaga qilib beramiz, ertaga. Bugun dam olamiz, ertaga qilib beramiz, bugun qilib beramiz. Bo'lmaydi, biz bularga o'xshagan. Yo'q, ona tushunyaptimi? Ona tushunyaptimi qarovi? Ya Ko'tsan. Ya xo'ram, tushunib o'tiribganman, xo'ram. Nepen depe, süper nepen sapang baba. Ya yepe, reki apa uzun pun şabab. Konuş kazan. Kara.